Ha, Xon aka. Bu ichimliklar chiqaryapti. Nimaga? Aka, mana tanlab sovg'a beryapmiz-ku. Shu gapga yoqmay turibdi menga. Nimaga? Shu butun O'zbekiston xalqiga aka teng yarim narxini qo'yib bir aksiya qo'ymaymizmi aka? Tungi savdo qilib turib. Ha, bo'pti. Aksiya bo'lsa aksiya. Bosing. Bolalar kelaveringlar. Tungi Optim mega aksiyamizni boshlaylik o'rtoqlar. Siz bu yerda hammasi 10 ming, hammasi 20 ming. Daji 50 ming narsani 10 mingga olib chiqib ketish imkoniyati bo'ladi deganlar. Mana bizlarda so'lim go'sha joyimiz tez kunlarda bizlar aksiyamizni e'lon qilgan holda ushbu do'konimizga ochgan holda start beramiz o'rtoqlar. Bu yerda aksiyani jinnisi bo'ladi lekin. Like bosgan holda, kommentariyalarda yozgan holda, istoriyalariga qo'ygan holda, tarqatgan holda aktiv bo'lishni unutmanglar jigarlar. Faqat sizlar uchun